Rasmiy ravishda Barselona muxlisi Real Madridga o'tib ketyapti. Ishonish qiyin, lekin bu rost. Avvalambor bitta shu obuna tugmasini bosib qo'ying. O'shandagina futbol yangiliklaridan qolib ketmaysiz. Tanishing, Trent Alexander-Arnold yaqindagina u Real Madrid jamoasi bilan shartnoma imzolagani ma'lum bo'ldi. Ammo keling 2020-yildagi uni bitta intervyusini eshitamiz. Ha, men Liverpoolni juda ham yaxshi ko'raman, lekin meni ikkinchi yoqtirgan jamoam bu Barselona. Men yoshligimda Messi, Xavi, Iniesta kabi o'yinchilarni ko'rib o'sganman. Ammo qiziqarli fakt, Arnoldni yozdi. Tekinga Real Madriddan tashqari Barselona ham o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi edi. Ammo u rad javobini berdi. Agarda nimaga unaqa qilganligini bilsangiz, javobingizni izohlarda yozib keting. Telefoningizga chiroyli futbol fonlarini qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga kiring. U yerda sizni ajoyib yaxshi sifatdagi fonlar kutmoqda. Iftorlikda esa sizga milliy kolani ichib ko'rishni tavsiya qilaman.